Qizlarjonlar, muslimalarim, agar sizlar ham yaxshi sredstva topa olmayotgan bo'lsangiz, sizlarga mana shu sredstvalarni tavsiya qilaman. Qizlar, ishoninglar, bu 10 dan birida zo'r sredstvalar bor. Men ham yaqinda xudo xohlasa zakaz berishim kerak. O'sha ko'p narsalarim tugadi. Chunki bir dunyo narsa zakaz qilgan edim. Qizlarjonlar, qaysi profildan olishinglarni, Telegram silkani qoldirganman. Bemalol bog'lansanglar, sizlarga barcha narsalarni tozalash uchun shunaqa sredstvalardan variantlar ko'rsatib beradilar. O'zlarining muomalalari ham zo'r. Qizlarjonlar, qaranglar, bemalol oynalarni tozalasanglar bo'ladi. Shunaqa zo'r tozalaydi. Tozalaganingizda bolalarning qo'lizlari tushib qoladi-yu, o'shalarni ham yordam beradi. Qo'lizlari unaqa ko'p tushib qolmaydi. Bu gaz uchun. Qizlar, gazinglarni g'alati qilib qo'ymaydi. Bemalol luboy gazga tushadigan sredstva hamma chirklarni ketkazadi. Bu bo'lsa mebel uchun mo'ljallangan. Men buni bog'chaga olib borib qo'yishim kerak. Lekin bu ham